Chimildiq kormagan kapalak. 5 kunlik dunyo serialining 15-qismi 2025 yil 31 oktyabr kuni soat 19:00 da Milliy telekanalida namoyish etiladi. Ushbu sana tomoshabinlar uchun alohida kuchli, chunki voqealar yanada hissiy chuqurlik kasb etadi. Mualliflar tomoshabinni hayotiy savollar bilan oylantiradigan, muhabbat, sadoqat va vijdon haqida fikr yuritishga undaydigan sahnalar bilan hayratda qoldirishda davom etmoqda. Aktyorlarning ijrosi esa alohida e'tiborga loyiq, ular rollarini chin yurakdan his qilib o'ynashadi. Har bir sahna, har bir so'z hayotning o'zidan olingandek tabiiy va samimiy. Serial iliq muhitini yo'qotmay, yanada yaqinlashmoqda, qahramonlar esa tomoshabinning yuragiga yanada kirib bormoqda. Chimildiq kormagan kapalak bu oddiy drama emas, bu hayotning 5 kunlik sinovlari haqida chuqur sevish, kechirish va baxtni his qilishga chaqiriqdir.